Assalomu alaykum. Men sizga Do'rmondan shunday qiziq uchastka topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, narxini ham bilib olasiz. Mana bu ko'chasining kengligini ko'ryapsizmi? Eng qizig'i bu ko'chamiz tupik. Ortiqcha odam kirib sizni bezovta qilmaydi. Mana ko'rayotgan uy bo'lsa, inshaalloh sizniki bo'lishi mumkin. Hozir men sizni ichkari kirib aylantirib chiqaman. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Ko'chadan mana shunaqa uyga kirganimizda shinamgina hovli kutib oladi. Uyimizni ko'ryapsizlar, 2 qavatli, poduli bilan 3 qavat hisobida. Uyimizni fasad qismlari semon suv bo'lgan, tomlari yopilgan. Hozir men sizni ichkariga olib kirib, yana aylantirib chiqaman. Hovlidan uyga kirganimizda kattagina hovl. Chap qo'limizda ikkinchi qavatga ip podulga olib chiqib ketadigan zina kutib oladi. Hop, qo'ldan chap tomonga yuradigan bo'lsak, birinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Hop, yonida oshxona uchun mo'ljallangan xonamiz bor. Hovliga, orqa hovliga olib chiqib ketilgan eshiklar qoldirilgan. Bemalol sotga chiqib, barbekyu yoki boshqa narsalarni joylashtirsangiz bo'ladi. Oshxonadan chiqib chapga yuramiz va ayollarimizning sevimli bo'lgan xonasi zal, ya'ni mehmonxona kattagina. Bu mehmonxonadan chiqib, chap qo'lga shunday yursak, kabinet yoki boshqa xona uchun mo'ljallangan xonamiz bor. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Zinadan shu ko'tarilib o'ngga qaraganimizda shahar chiroyli videoni berib turadigan balkonimiz bor o'rtoqlar. Hop, zinadan chapga yuradigan bo'lsak, ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Bu sanuzelimizning yonida bolalar yotoqxonasi, bolalar xonasi. Keyin yana ikkinchi qavatda katta mehmonxona. Mehmonxonaning yonida ota-onalar xonasi, ya'ni spalni. Umumiy maydon 2 sotu, yashash maydoni 300 kvadrat metr bo'lgan ushbu uyimizga 160 ming dollar narx so'rashyapti. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilib, baraka qilsangiz bo'ladi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosib, uy qidirayotgan eng yaqin do'stingizga yuborib qo'ying. Bizga obuna bo'lishni eslatishmasin, dadam.